Zohidjon aka, hozirgi mana ro'za paytida ro'za tutgan paytim juda ham ko'p boshim og'riyapti. O'shanga hozir nima qilishni ham bilmayman, bir xillarda ro'zamni ochib yuboraymi deyapman, chunki boshimdagi og'riqqa to'g'risi chidolmayapman hozirgi paytda. Hozirgi paytda ro'za vaqtlarida, demak ro'za kunlarida boshda og'rishi bu juda ham ko'p uchraydigan shikoyatlardan bittasi. Buni aniq sabablari bor. Qanday sabablari? Demak, bilingki, organizmimizda doimiy kundalik ravishda yeb yurgan kuchli energiyaga, ya'ni glyukozaga, demak, suvga o'rganib bo'lgan edi. Endi mana shu o'rgangan holatimiz ozgina bu rejimimiz o'zgardi va bu nima deydi, shifokorga vahima bilan murojaat qiladigan holatlardan biri emas. Agar sizda organizmingizda somatik holatlar ya shu bosh og'riqqa qo'shimcha tarzda yana boshqa bir shikoyatlar, ya'ni muammolar kelib chiqmaydigan bo'lsa, bu sizdagi holat bu o'tib ketadigan holatlardan bittasi hisoblanadi. Bosh og'riqni kamaytirish uchun nima qilish kerak bo'ladi? Asosan, demak, saharlik va iftor vaqtidagi suv ichish, ko'p ovqat yeb olishlar rejimini normalga keltirib olish kerak. Kofeinni miqdorini kamaytirishga harakat qilish kerak. Ratsionimizda murakkab uglevodlar va oqsil balansini ushlab turishimiz kerak bo'ladi va iftordan so'ng darhol uxlamasligimiz kerak. Noto'g'ri tushunmaysizlar, bu insonmiz, biz tuya emasmiz. Ya'ni judayam ko'p saharlikda suv ichib olishingiz sizni bir kun davomida suvsizlik holatingizni keltirib chiqmaydi degan narsa emas. Me'yorda kam-kamdan o'rgatish kerak bo'ladi. Ro'za vaqtida miyangizni qo'llab-quvvatlaydigan, organizmingizni qo'llab-quvvatlaydigan qanday yana qo'shimcha mahsulotlar bor? Bu to'g'risida izohlarda ma'lumotlarni qoldirdim.